O'z uslubi qurboniga aylangan Real Madrid. Kecha ko'rdingiz, La Liganing 30-turidan o'rin olgan o'yinda Real Madrid Mallorkaga yutqazdi 2-1. So'nggi daqiqalarda Realni o'z uslubida jazolab ketdi Mallorka. Bu bilan 7 ochkolik farq yuzaga kelyapti. La Ligada chempionlik poygasi boy berildimi degan savollar markazga tashlanmoqda. Barselona esa Atletikoni mag'lub etdi aynan 2-1 hisobida. Real bu mag'lubiyati bilan Barselonaga nafaqat La Ligada, balki Chempionlar Ligasida ham yordam berib yuboryapti. Qanday deysizmi? Sababi Atletikoga qarshi o'yinda ular yutqazsa ham hech narsani yo'qotmasdi. Nisbatan kuch tejab o'ynadi Barselona, chunki Chempionlar Ligasidagi o'yinni o'ylagan holatda. Mana shunday imkonni berdi Real Madrid Barselonaga. Chunki 7 ochkolik farq yuzaga kelyapti endi. Chempionlar Ligasida esa Bavariya bilan o'ynaydi Real Madrid va bu o'yindan avval Bavariya juda zo'r kayfiyatda kelyapti. Bavariya aynan Real uslubida Freiburgni 3-2 ga yutgan holatda bu bahsga yetib keladi. Real esa mag'lubiyatga uchragan holatda keladi. Eng qizig'i mana shu o'yin haqida, ya'ni Chempionlar Ligasini Bavariya Real o'yini haqida Kylian Mbappe mana bu fikrlarni bildirib o'tdi. Ispaniyada ayrimlar men jahon chempionatiga tayyor bo'lish uchun Realda o'ynamayman deb xavotir olishyapti. Ammo klub uchun o'ynash juda muhim. Biz hali ham La Liga va Chempionlar Ligasida g'alaba uchun kurashyapmiz. Chempionlar Ligasida bizga juda kuchli, ehtimol hozir eng yaxshi formadagi jamoa qarshi chiqadi. Agar uni mag'lub eta oladigan yagona jamoa bo'lsa, bu Real Madrid. Eng qizig'i, Mbappe o'ynamagan o'yinlarda g'alaba qozonib kelayotgan edi. Mbappe bitta o'yinda ishtirok etdi, mag'lubiyatga uchrayapti. Xo'sh, sizningcha 7-apreldan 8-ga o'tar kechasi soat 12:00 da boshlanadigan o'yinda qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Bavariya yoki Real Madrid? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.